qiz bolaga o'qish shart emas. Sen tikuvchilikni ebla, ertaga qo'lingga nini usholaydigan bo'lgin, ertaga turmushga berganimda qiynalmaysan. Kim garantiya beradi turmushga berganda qiynalmaslik uchun? Qiz bola ham bo'lajak ona, bo'lajak umr yo'ldoshi, uni olayotgan oila qanaqa orzu niyatlar bilan oladi, to'y qilish oson emas. Ota-onani qancha orzu niyati bo'ladi. Lekin uni hisobga olmaydi. O'shaning uchun birinchi onalarni tarbiyalash kerak. Ishlashmaydi. Mana bir xil qizlarni qo'pol bo'lsa ham aytaman, gigiyenasi bilan ham ishlashmaydi. Ular o'ziga nima kerakligini bilmaydi hali. O'rgatmasangiz qayerdan biladi? Tikuvchilikka ko'proq uyda sodda qizlarni olib kelishadi. Shunaqa blogerlarni bilaman, tanishlarimiz bor, zakaz qilishadi. Hayot, turmush tarzi boshqacha. Internetda ko'rib lol qolaman-da. Bir narsani tushunishmayapti ayollar. Juda ham o'sha Instagramga chiqarayotganda yolg'onni kattasini qo'yib qo'yishadi. Buni ham javobi bor hali. Albatta. Yolg'on gapirganlar bizdan emas, yer payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum. Kasb hunar insonni elda aziz etadi. Albatta uning mohir egasi, ustasi bo'lsangina. Bugungi Sadafdagi durimizga ham juda ko'p ayollarning havasi kelsa arziydi. Buning sababini dasturimizni tomosha qilib bilib olasiz. Nigora opa, tikuvchi bo'lish bolalikdagi orzungiz bo'lganmi yoki o'zingizni boshqa bir sohalarda sinab ko'rish xohishlari ham bo'lganmi? Bo'lmagan. Bolalikda orzum tikuvchilik. Onam tikuvchi bo'lganlar. Oldilarda shu 5 yoshligimdan, 6 yoshligimdan tikardim. Bank sohasida ishlab ko'rgan emaskina, ishlamadim. O'sha stol tagida ham bisir tikib o'tirardim. Ishlab ko'rganman, orzu qilib ko'rmaganman hech ham. Kasbingizni qaysi bir jozibali jihati sizni o'ziga rom qiladi? Oxiri tikasiz-ku natija. Manekenga ilasiz-ku. Soatlab aylanaman atrofida bitgandan keyin. Kiyib ko'rganda ko'zlar yonib ketadi-yu. Ana shu eng zo'ri. Unga yetadigan, ta'rif bera oladigan narsa yo'q. Adras atlaslar naturalniy mahsulot bo'lgani uchun insonning organizmiga ham yaxshi foydasi bor-ku ular. Misol uchun, ipakdan to'qilgan adrasni kiyim qilib kiyganingizda asab tolalariga, umurtqa pog'onasiga uni foydasi katta. Keyin shunaqangi adras turlari borki, ko'z zreniyasiga ham foyda. Bular bilan ishlash juda ham mazza. Ichingizga bor anaqasi chiqarib bera olasiz-da, ko'rsatib bera olasiz. Shunaqa materiallar ular. Uni tikib ilganingizdan keyin men yarashmagan ayolni ko'rmaganman. Ustozimiz Odinaxon Muhammad Sodiq bilan tanishishingiz sababi nima bo'lgan? Shu go'zal liboslar sabab bo'lganmi? Albatta, shu. Ularni yordamchilari, men o'rtog'im, dugonam meni tavsiya qilgan. Borib birinchi ustoz menga material berib ko'rganlar, adres berganlar aynan. Men yaxshi ko'rgan, uni men tikib kiygizganimda yoqqan ularga. O'sha ommaga kiyganlarda xursand bo'lib ketganman. Shunchalik meni ishim qadrlab kiydilar. Bo'lmasa oddiy libos edi. Unaqa mukammal, murakkab hech narsasi yo'q edi, faqat cho'pon edi. Nusxasi chiroyli, adresi edi. Yarashgan ustozga juda ham. Shundan keyin ular bilan ishlashni boshlaganmiz. Ular bilan tanishish sizni o'zingizni ruhiyatingizga qanchalik bir ta'sir qildi? Katta burilish bo'lgan. Men kitob o'qiy olmasdim, besabr edim kitobga. Kitob o'qishni ko'p tavsiya qildilar. Har bir ayol farzand tarbiya qilar ekan, ilm o'rganish kerak deb ilmga yo'naltirdilar. Tildan chiqayotgan gaplarni miya filtr qilsin deydilar. Shu gaplari qulog'imda qolib ketgan. Nima kitob o'qiyapsiz deydilar. Keyin o'qimay qolsam jim bo'lib qolaman, uyalib, qizarib. O'sha boshida yomon noqulay bo'lgan. Yo'q, hech qanaqa kitob o'qimayman desam, deb hayron bo'lib qaraganlar-da. Kitob o'qisangiz, bolalaringiz ham o'qiyotganda. Shogirdlaringiz-chi? Sizga masalan ko'pincha yosh qizlarni olib keladi ota-onalari, iltimos shu yaxshi bir hunari, qiz bolaga mos hunar, shuni o'rgansin, o'rgating bilganlaringizni deb aytishadi. Hozirgi qizlar haqida bilachi, ular kitob o'qishadimi? Hozirgi qizlardan oldin hozirgi onalarni gapirish kerak. Hozirgi onalar bilmadim, qizlar bilan ishlashmayapti. Birinchidan ularning fikri bilan ishlashmayapti. Tarbiyasiga aralashmayman. Tarbiya har bir ota-onani
o'zini ishi oilada qiladigan. Ular qizlarning fikri bilan ishlashmayapti, qizlarning gigiyenasi bilan ishlashmayapti. Qizlarning fikri qiziq emas, muhim emas. O'sha yo'nalish belgilab olishadi. O'zligi orzu qilgan, например, doktor bo'lmoqchimi? Yo'q, meni qizim doktor bo'lishi kerak. Men xohlamayman desa, yo'q bo'lasan. Yaxshi pul topasan, maqsad shunaqa qilib qo'yishgan. Qizlar xohlamasdan ham olib kelishadi oldimga. Tikuvchi bo'lish xohlamaydi. Kimyani zo'r yaxshi ko'radi, biologiyani zo'r yaxshi ko'radi. Mazza qilib gapiradi, gapirganda savol bersangiz, bitta savol bersangiz, portlab gapiradi, ko'zi yonadi. Nimaga tikuvchilikka kelding bo'lmasa, oyim majburladilar deydi. Nimaga ertaga turmushga bersam, eringni bitta naskigini tiksang ham hanna. Keldim, oyisini chaqirib, oyisi bilan gaplashamiz. Shu qizingizga naski tikish kerakmi? Men naski tikish o'rgatib qo'yaman. Lekin kimyo biologiyaga bering. O'zi xohlayotgan sohasiga bering. Qiz bolaga o'qish shart emas. Sen tikuvchilikni ebla, ertaga qo'lingga nini ushlaydigan bo'lgin. Ertaga turmushga berganimda qiynalmaysan. Kim garantiya beradi turmushga bergani qiynalmaslik uchun? Qiz bola ham bo'lajak ona, bo'lajak umr yo'ldoshi, uni olayotgan oila qanaqa orzu niyatlar bilan oladi, to'y qilish oson emas. Ota-onani qancha orzu niyati bo'ladi. Lekin uni hisobga olmaydi. O'shaning uchun birinchi onalarni tarbiyalash kerak. Onalar o'zini ustida ishlamasa, ilm olmasa, o'qimasa, bir ikkita хотя бы mayli bir yilda 10 ta kitob o'qimasin, mayli 2 ta kitob o'qisin. O'shanda ham katta gap bor. O'ziga tegishli bo'lgan kitobni ongida nima yetishmaydi. O'shani topib o'qisin, o'zi bilan ishlasin. U qizga yaxshi maslahatgo'y bo'la oladi. O'shaning uchun ko'p onalar iltimos qilgan bo'lardim, ishlashsin qizlar bilan. Ishlashmaydi. Mana bir xil qizlarni qo'pol bo'lsa ham aytaman, gigiyenasi bilan ham ishlashmaydi. Ular o'ziga nima kerakligini bilmaydi hali. O'rgatmasangiz qayerdan biladi? Bir xil qizlar bor, fahman o'zi ko'chaga chiqib olib ketadigani bor. Lekin tikuvchilikka ko'proq uydagi sodda qizlarni olib kelishadi-da. U qizlarda unaqa narsa yo'q. Unaqa narsani sekin-sekin dilini og'ritmasdan, xafa qilib qo'ymasdan tushuntirishingiz kerak. Mana bunaqa qil, mana bunaqa narsalar bor ishlat. Mana bunaqa qil, kuniga mana bunaqa 2 martalab g'usl qilishing kerak. G'usl mana bunaqa qilinadi, tahorat mana bunaqa qilinadi. Qiz bolaga bu o'rgatiladigan narsalar. Aynan ona uyda o'tirib yaxshilab tushuntirib o'rgatadigan narsalar. Kuni kecha bo'layotgan narsa o'zlaridan gupillab atir hidi kelyapti. Qo'llarida mashinani kaliti, bildimki, ruldalar. Qizni olib kelyaptilar. Haligi qizni to'g'ri xunuk gapdir balkim, endi kimdir aytish kerak-ku. Hidiga chidolmaysiz. Endi bizani mijozlarni qabul qiladigan xonamiz hid bo'lib ketdi. Keling, divanni zonamizga olib chiqib, yuring, o'sha yerda gaplashib o'tiringlar, ozgina dedim. Qizingizni tushirib olib turing dedim. Qizlarini gaplashib tushirib yubordilar. Bu qizni hidini bilmayapsizmi? Ertaga dedim, bu hozir 15 yashar qiz ekan, 16 ga ketayotgan qiz. Bu ketmaydi ertaga. Siz bu bilan ishlay olmaysiz, shug'ullana olmaysiz. Ming shug'ullaning, bir qavat terisini shilib tashlang, ketmaydi. Bu bilan shug'ullanish kerak bola bilan. Yo'q, menga bilim. Nega bilinmayapti? Qanaqa bilinmaydi? Sizni o'zingizni atiringiz hididan burningiz anaqa kletkalari yopilgan. Menimcha, siz qizingizni bilmayapsiz. Uyda ham bilinishi kerak-ku bu, uyda ham. Kechgacha ona bilan bo'lgan paytlari qizlar. Xafa bo'lsangiz ham, xafa bo'lmasangiz ham, mayli meni nima deb o'ylasangiz ham aytaman. Bu qiz bilan shug'ullanmasangiz ertaga afsus qilasizmi? Qanday qabul qildilar shu? Birinchi jahllar chiqdi, yoqmadi. O'rnlaridan turib ketayotgandilar. O'tiring dedim, "Mazga hali gapim tugamadi" dedim. "Sizga do'stona gapiryapman" dedim. "Men qizingizni o'ylab gapiryapman. Siz o'ylayotganim yo'q" dedim. "Qizingizni o'ylab gapiryapman. U hayotga endi kirib kelayotgan yangi yosh avlodda. U hali jamiyatga una qo'shilib ulgurmagan qiz. Uyi qizi ko'rinib turibdi. Hech qanaqa o'qishlarda ham, kollejda ham o'qigan ekan, juda kam borib o'qigan ekan. Endi jamiyatga qo'shilmagan qiz bilmaydi-da. U qayerdan bilsin?
ham farosatni onadan o'rgansa, onani o'zida bo'lmasa nimani beradi? Shunga xafa bo'lib ketasizda, olib qo'ygim keladi o'sha qizlarni shu onalardan. Olib qo'yib, o'zim shu bilan bir hafta maza qilib shug'ullanib, keyin mana qizingiz qani, u yog'ini davom ettiring degim kelib ketadi-da, endi buni iloji yo'q. Xayolan shu xayolimga kelaveradi shunaqa qizlarni ko'rsam, shunaqa hokisor, shunaqa farishta qizlar, lekin ishlanmagan, ular bilan shug'ullanmagan. Onalar unda nimalar bilan band deb o'ylaysiz hozirgi kunda ayollar? Voy, onalar internet bilan band, Instagram bilan band. O'shandan ortish olmayapti. Misol uchun 24 soat beriladi sizga ham, menga ham, hammaga. U 24 soatdan biz so'ralamiz. Qayerga nimani qanaqa ishlatdik? Uni ichida 24 soatning ichida farzandga ajratiladigan vaqt bor. Uni siz reja qilmas ekansiz, havoga ketdi-da kuningiz. O'sha kuni yutqizdingiz. Hozir aytdingiz-ku, har bir narsani o'g'li bor deb. Albatta. Ayollar o'z-o'zidan eng yaxshi ko'rgan ishlardan biri shu kiyinish. Siz ularga kiyim tikasiz. Bo'ladimi masalan bir ayol bitta mavsumni o'zida 10 talab bo'ladi. Undan ko'proq bo'ladi. Nechtasini qaytarib yuboraman. Ustozdan ham bir maslahat so'radim. Ustoz shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Tikib bermasam xafa bo'lishyapti. Tiksak juda ham ko'p bu kiyim. Siz qaytaring dedilar. Qaytsa nur ustiga alonur. Qaytmasa unda o'zligi bilishadi. Hammani o'zini fikri bor. Mana sarpo olib kelishganda ham xudo taraf 10 ta material qo'yadi. Yana bu yoqdan qo'shib 10 ta olib kelishadi. Shuni hammasini kiya olmaydi kelin baribir. Kiya olmaydi. Kuni ham yetmaydi uni kiyishga. Ozginadan keyin xohisham qolmaydi uni kiyishga. Uchib yuradi-da qizlar osmonda. Yo'q, kerak, tiktiraman, kerak. Keyin o'tirib, onasini chiqarib olib, gaplashaman. Primerkaga kelganda, keling, shuni qaytaramiz. Buni taxlab qo'yib yuborishadi o'zingizga. Siz zararingizga-ku endi bu. Siz o'zingiz Yo'q, rizq Allohdan. U meni zararimga emas. Chunki men uni qaytarmasam undan so'ralaman ertaga. Men o'zimga o'zim Allohning oldida va'da berganman. Ayollarning avratini ochadigan kiyim tikmayman deb va'da berganman. O'shaning uchun ochiq kiyim u million pullik bo'lsin, ho qimmat bo'lsin, agar moddiy tarafdan sizni ko'ndirmoqchi bo'lishsa-da, yo'q, tikmayman. Mayli, rizq Allohdan, boshqa yoqdan beradi. Meni unga majbur qilmanglar, men tikmayman. Sizni ham shogirdlaringiz bor, shogird qizlaringiz bor. Aytdingiz, o'qishni xohlaydiganlari bor. Juda ham. Qobiliyati bor, tikuvchilikka yaxshi bir siz oldingizda o'z hunarini, kasbini topayotganlar bor, lekin o'qishni istaydigan qizlaringiz ham bor. Ularning ota-onalari bilan gaplashib, shu bir yo'naltirgan vaqtingiz bo'lganmi? O'qishni xohlaydigan qizlardan mana shogird olib kelishgan menga. Rosa yig'lagan. Nigor opa, men nini usholmayman qo'limga. Nima sohani yaxshi ko'rasan desam, men kimiyani yaxshi ko'raman, men laboratoriyasini yaxshi ko'raman. Men ichiga kirgim keladi, dorini tarkibida nima borligini bilgim keladi. O'sha dorilarning butilkasini ichida nimalardan tashkil topganini bilgim keladi. Lekin oyim tikuvchi bo'lasan deyaptilar meni. Men nima qilishni bilmayapman deb shunaqa o'tirib yig'layapti. Hatto tikadigan mashina xonamizga ham kirib ko'rmaganda, chunki qiziqmaydi. Bu yoqda mijozlarni qabul qiladigan divanda o'tirib yig'ilib o'tiribdi. Qiziqqan odam kirib mashinaga qiziqadi, qaraydi u yoq bu yoqga. Lekin oyisi tashlab ketdilar. Sen dedim, 1-2 kun yurib tur, men oila bilan gaplashaman. Chunki ko'p onalarni men bir kunda bildim shu qizingizni desam, u ishontira olmaydi. Keyin 4 kun yurdi. 5-kuni oyisini chaqirtirdim. Bundan tikuvchi chiqmaydi. Meni ham qiynamang, uni ham qiynamang. Buni boshqa sohaga bering dedim. Keyin yo'q dedilar oyisi. Yo'q, buni turmushga beraman. Ko'zga yaqinroq qiz edi endi, turmushga beraman. Bo'ldi, shu tikuvchilikni o'rgansa bo'ldi ozgina. Bu narsasini tikib o'tiradi o'zini uyida. Dedi, o'sha paytda iyul oylari edi, yoz edi. Keyin to'xta, bir ish qilamiz dedim. Meni bolalarimni o'qitadigan bor, repetitor bola bor. Gaplashdim shun bilan. Shuni dedim, bitta ko'rib oqingchi dedim. O'zi bu kimiyani o'qib yurar ekan, juda ham yaxshi ko'rib o'qigan. Maktabda juda ham yaxshi ko'rib o'qigan kimiya biologiyani.
Shuni dedim, avgust oyigacha yetkaza olamizmi institutga tayinlashga dedi. Voy Nigora rosa kech-ku dedi. Bitta ko'rib bering dedim. Keyin ko'ruvdi, yo'q, anaqasi olishi yaxshi dedi. Keyin individualni shug'ullanamiz dedi. Endi dedim, buni shunaqa vaziyat tushuntirdim unga. Yo ota-onasidan beruxsat dedi, yo oldin kirib ko'rsin dedim. Kira olmasa dedim, bosti bo'ladi, jim qolamiz dedim. Kirib ketsa dedim, men ota-onasini o'zim chaqirtirib tushuntiraman dedim. Keyin u qiz shug'ullandi. 2 oyda 10 oyda qilinadigan natijani ko'rsatdi. O'zida juda qattiq qiziqish bo'lgan, ilm bo'lgan. Uni bilimi bo'lgan. Keyin u qizni o'qitdik. Unga sharoit yaratdik. Chetga mashinani ustiga o'tkazib qo'yardim. Qulog'iga naushnik tiqib dars qildi, chunki ishxonamizda mashinalar do'shi bor, shovqin, alohida xonaga chiqarib yubora olmayman. O'qidi, kirdi shu qiz institutga, byudjetga kirdi. Keyin byudjetga kirdida, endi uni etish ota-onasiga. Qanaqa etamiz? Hech narsani gapirmaysan dedim. Sizni men o'qitganimni ham, repetitor o'qitganim gapirmaysan dedim. Sizlardan bekitib topshirib ko'ruvdim, oyijon byudjetga kirdim devur dedim. Keyin mayli, bu sir bo'lib qolsin o'rtamizda desam, men unga u qizni bir yoqqan tarafi Nigora opa, men yolg'on gapira olmayman dedi. Mayli, u yolg'on uchun men javob beraman keyin. Ilmga sarflangan puldan, vaqtdan Alloh hisob so'ramaydi. Bu va'dasi bor buni. Qo'yaversam, yo'q, men aldolmayman dedi. Men sizni etishim kerak dedi. Keyin onasini chaqirdik. U qizni etishga jur'ati yetmadi. Men chaqirdim onasini, shunaqa qizingizni 2 oy tayinlantirdik. 1000 bor uzr, sizdan bekitdik buni, lekin bu qizdan tikuvchi chiqmaydi. Mana qo'llarini tikib ham ketdi, bir anaqani o'rgatganimda barmog'ini tikib oldi. Bu qizdan tikuvchi chiqmaydi. Buni sevgan kasbiga bering, bundan zo'r mutaxassis chiqadi. Bunaqa mutaxassislar kam dedim. Bu qobiliyat tug'ma, Alloh yuqtirgan uni. U yaxshi ko'ryapti o'sha dori sanoatini. Birinchi jahli chiqib ketdi onasini, tushib ketdi pastga. Keyin qaytib chiqdilar. O'tirib turib chiqadi oying dedim. U qo'rqib ketdi. Qaytib chiqdilar. Mayli, endi bo'lar ish bu bo'libdi, lekin men tikuvchi bo'lishini xohlovdim. U sizni xohishingiz. Lekin bu qizdan chiqmaydi. Bu qizni umrini zavol qilganingiz qoladi. Undan ko'ra shu bilimga bering. Kimyo texnologiyami, nimasi xohlayapti, inshaalloh natijasi yaxshi bo'ladi. Keyin u ayol menga onasi kiyim tiktirishga keldilar, o'zi mijozimidilar. Keyin rahmat deb quchoqlab, hozir qizim grant yutdi. Birinchi kursni o'zida ilmiy ish qilish uchun pul tikiladigan grantlar bo'lar ekan. Birinchi kursda ko'pchiligiga berilmas ekan u narsa. Birinchi kursni o'zida yutib, yo'q, keyin shunaqa qilib, hozir adashmasam xo'jayini bolalari bilan magistraturani o'qigan, chet elga ketgan. Nimaga biz bolalarimiz bilan suhbatlasha olmaydigan, bag'rimizga bosa olmaydigan, oyi deb chaqirganda, hozir to'xtab tur deb telefonimizga sho'ng'ib ketdik. Nimaga bunaqa ona bo'lib qoldik biz? Bu mana shu telefonni nafsi jilovlamaganimizni telefonga qul qilib qo'yganda. Birinchi bo'lib shaytonni ayblashadi, shaytondan oldin turadigan nafsimiz bor. U nafsi siz jilovini ishonmas ekansiz, siz bolalarni yo'qotayotganingizni ham bilmaysiz. Qalban yo'qotasiz bolani. Menda shunga ozgina qolgan. Men ishga sho'ng'ib ketganman. Klient o'sha ular bilan ishlaverish, o'tdagi ishxonadagi muammolar menga uyimga ham kelib, даже uyda ham tikardim ruchnoylarini. Me'yori bilmay qolganman. Me'yori bilish uchun nafsi ushlash kerak. Jilovlash kerak. Hammasi shunga borib taqalyapti. Keyin u qizim ko'chadan odam qidiradigan bo'lgan. Menga gaplashmaydigan bo'lgan. Keyin men miyamga urib qo'ygandek, to'xta, men bu bolani yo'qotyapman. U bilan ishlashim kerak. To'xta, o'zimni o'sha bola bilan ishlash uchun ham qancha vaqt ketgan. O'zim bilan ishlashim uchun, fikrlarimni to'g'rilab olishim uchun, to'g'ri qaror beradigan ham, eng do'st bo'ladigan ham,
eng yaqin bo'ladigan ham ota ona farzandga uni tushuntirishimizki, uni kichkinalikdan tushuntirishimiz kerak. Hozir Instagramlarni gapirdik-ku, ko'rganimizda orzuyimizdagi ideal hayotni ko'ramizda. Masalan, chiroyli uylar, qimmatbaho mashinalar, chiroyli gullar. Masalan, ba'zi bir insonni hayotida eri biror marotaba gul sovg'a qilmagan bo'lishi mumkin. Balki u ayolga ham sovg'a qilmagandir, balki o'zi olib, men hatto eshitganmanki, shunaqa joylar bor ekanki, u gulni ijaraga berib turishar ekanda. Atalabdan suratga tushishlari uchun. Mana shunaqangi Instagramdagi hayot hozir oddiy ayollarni qanaqa qilib hayotlariga qanchalik ta'sir o'tkazyapti deb o'ylaysiz? 90% ta'sir o'tkazyapti. Shu negativlar ham shundan keladi deb o'ylayman. Albatta, agar o'sha 10%ni bu yoqdagi turmush tarzi bo'lmasa, o'sha 10% ham kirib ketardi o'sha Instagram ichiga. Shunaqa blogerlarni bilaman, tanishlarimiz bor, zakaz qilishadi. Hayot, turmush tarzi boshqacha. Internetda ko'rib lol qolaman-da. Bir narsani tushunishmayapti ayollar. Juda ham o'sha Instagramga chiqarayotganda yolg'onni kattasini qo'yib qo'yishadi. Buni ham javobi bor hali. Albatta. Yolg'on gapirganlar bizdan emas, deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'shaning uchun men o'sha blogerlar bilan ishlaganimdan keyin, orqa kadrni уже ko'rganimdan keyin Instagramda boshqachada, bu yoqda munosabati boshqacha, sovuqroq, u narsaga boshqacha munosabatda bildirishi, oilaviy turmush tarzini bilganimdan keyin haqiqatda u Instagram real hayot emas. Buni tushunib yetish kerak hamma.